Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Pensiyalar to'xtaydimi, nafaqalar bekor qilinadimi? XVF ya'ni Xalqaro valyuta jamg'armasi talabi nimani anglatadi va oddiy odam bundan nimani kutish kerak? Bu masala faqat pensionerlar uchun emas, balki ishlayotganlar, farzand boqayotgan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir inson uchun muhim. Agar siz ertaga onamning pensiyasi kelmay qoladimi? Bolalar nafaqasi bekor bo'larni qisqartiradimi deb xavotir olayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bu masalani vahima bilan emas, hujjatlar, iqtisodiy mantiq va amaliy hayotdagi holatlar asosida tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha mish-mishlarga ishonib, o'z huquqlarini bilmay qoladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiyalar ertadan boshlab ommaviy ravishda to'xtab qoladi degan gapni to'g'ri deb qabul qilish mumkin emas. Pensiya bu davlatning oddiy xayriyasi emas. Pensiya tizimi qonun bilan tartibga solinadi. Odam yillar davomida ishlagan, ish haqidan ijtimoiy ajratmalar qilingan, mehnat staji shakllangan. Shuning uchun pensiyani bekor qilish yoki to'xtatish oddiy qaror bilan bir kunda amalga oshiriladigan ish emas. Lekin bu degani umuman xavf yo'q degani ham emas. So'nggi yillarda davlat byudjetiga bosim oshyapti. Aholi soni ko'paymoqda, pensiya yoshidagi odamlar soni ortmoqda, ijtimoiy to'lovlar hajmi kattalashmoqda, inflyatsiya sabab pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qilish zarurati paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga davlat katta infratuzilma loyihalari, ta'lim, tibbiyot, subsidiyalar, qarzlar va boshqa majburiyatlarni ham moliyalashtiradi. Ana shu joyda XVF kabi xalqaro tashkilotlar xarajatlarni tartibga soling, samarasiz to'lovlarni kamaytiring, byudjet intizomini kuchaytiring degan tavsiyalar beradi. Bu tavsiyalarni ayrimlar XVF pensiyalarni bekor qilishni talab qildi deb noto'g'ri talqin qiladi. Aslida xalqaro tashkilotlar odatda pensiyani bevosita bekor qiling demaydi. Ular ko'proq shunday deydi: manzilli yordamni kuchaytiring. Haqiqatan muhtojlarga yordam bering. Hammaga bir xil berilayotgan samarasiz imtiyozlarni qayta ko'rib chiqing. Yashirin subsidiyalarni qisqartiring. Pensiya tizimini uzoq muddatda barqaror qiling. Bu gaplarning o'rtida esa oddiy odam uchun juda muhim savollar turadi. Kimning to'lovi saqlanadi? Kimnikisi qayta tekshiriladi? Kim hujjat topshirishi kerak? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalgi yillarda ko'plab ijtimoiy to'lovlar ancha umumiy tartibda berilgan. Masalan, ayrim nafaqalar mahalla tavsiyasi, oilaning ko'rinadigan holati taqdim etilgan hujjatlar asosida tayinlangan. Ba'zan odamning haqiqiy daromadi bilan razmiy daromadi orasida katta farq bo'lgan. Kimdir razmiy ish haqi olmagan, lekin katta daromad qilgan. Kimdir esa chindan ham qiynalgan, ammo hujjati to'liq bo'lmagani uchun yordam ola olmagan. Hozir esa tizim asta-sekin raqamlashtirilyapti. Davlat ko'proq ma'lumot bazalarini bir-biriga ulayapti. Soliq ma'lumotlari, kadastr, avtomobil, bank hisoblari, ish haqi, pensiya jamg'armasi, bandlik ma'lumotlari, ijtimoiy reyestr. Maqsad shuki, yordam haqiqatan ham muhtoj oilaga borsin. Lekin amaliyotda bu jarayon hamma uchun bir xil oson kechmaydi. Bir odamning nomida eski mashina bo'lishi mumkin, lekin u mashina yurmaydi. Boshqa bir odamning nomida uy bor. Lekin uyda 5 oila yashaydi. Kimdir farzandining nomiga ro'yxatdan o'tgan daromad sabab nafaqadan chiqib ketishi mumkin. Mana shunday nozik jihatlar ko'paygani uchun odamlar to'lovlar to'xtaydi degan gapdan qo'rqadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Hozirgi asosiy o'zgarish ommaviy bekor qilish emas, balki saralash, tekshirish va manzillikni kuchaytirishdir. Ya'ni davlat pulni kimga beryapman? U haqiqatdan muhtojmi? Uning boshqa daromad manbai bormi? Hujjatlari to'g'rimi? Degan savollarni ko'proq berishni boshlaydi. Bu jarayonda kimdir to'lovni saqlab qoladi, kimdir qo'shimcha hujjat topshiradi, kimdir esa mezonga mos kelmasa, ayrim nafaqadan chiqishi mumkin. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar haqida gapiraylik. Agar siz qonuniy tartibda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, mehnat stajingiz hisoblangan bo'lsa, pensiyangiz pensiya jamg'armasi orqali tayinlangan bo'lsa, sizning pensiyangiz XVF shunday dedi degan gap bilan birdan bekor qilinmaydi. Pensiya qonuniy huquqdir. Albatta, pensiya miqdori, indeksatsiya va kelajakdagi hisoblash formulalari bo'yicha islohotlar bo'lishi mumkin. Lekin amaldagi pensionerning pensiyasini to'xtatish uchun aniq qonuniy asos bo'lishi kerak. Masalan, noto'g'ri hujjat, soxta ma'lumot. Fuqaroning vafoti haqida ma'lumot
chet elda doimiy yashash bilan bog'liq maxsus holatlar yoki boshqa qonunda belgilangan sabablar. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham asosiy mezon tibbiy va ijtimoiy xulosa hisoblanadi. Agar nogironlik muddati vaqtinchalik berilgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Ko'p odamlar aynan shu joyda muammoga duch keladi. Komissiyaga vaqtida bormaydi. Tibbiy hujjatlarni yig'maydi, muddati o'tib ketadi. Keyin to'lov to'xtab qoladi. Bu XVF talabi sabab emas, hujjat va muddat masalasi sabab bo'ladi. Masalan, bir fuqaro iki guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi. Nogironlik muddati 1 yilga berilgan. U 2025 yil mart oyida qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin ungacha bormadi. Tizimda muddati tugadi deb ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin u hujjatlarni tiklasa, ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanadi, lekin odam 2-3 oy asabiylashib yuradi. Shuning uchun muddatlarni nazorat qilish shart. 3-guruh bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladigan oilalar. Mana eng ko'p o'zgarish kutiladigan yo'nalishlardan biri shu. Chunki bu to'lovlar ko'pincha oilaning daromadining tarkibi, mol-mulki va ijtimoiy holatiga qarab belgilanadi. Agar oila haqiqatan kam ta'minlangan bo'lsa, bolalari bo'lsa, daromadi minimal ehtiyojlarni qoplamasa, yordam olish huquqi saqlanadi. Lekin oilaning nomida qimmat avtomobil bo'lsa, rasmiy daromadi yuqori ko'rinsa, bank aylanmalari katta bo'lsa yoki bir nechta ko'chmas mulk aniqlansa, tizim rad javob berishi mumkin. Masalan, bir oilada xotin va 3 farzand bor. Rasmiy ravishda 2 million so'm oylik oladi. Xotin ishlamaydi, bolalar maktabda. Bunday oilada har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromad past bo'lsa, ular nafaqa olishga nomzod bo'lishi mumkin. Lekin agar aslida qo'shimcha ravishda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida oyiga 210 million so'm aylanma qilsa va bu ma'lumot bazada ko'rinsa, nafaqa rad etilishi mumkin. Yana bir misol. Oila qishloqda yashaydi. Otaning nomida 1998 yilda chiqqan eski avtomobil bor. U mashina deyarli yurmaydi, lekin tizimda transport vositasi sifatida ko'rinadi. Bunday holatda odam qo'shimcha tushuntirish texnik holat. Daromad yo'qligi bo'yicha hujjatlar bilan murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar ishlasam pensiyamni olib qo'yishadimi deb so'raydi. Amaldagi tartibda ishlayotgan pensionerlar pensiya olishni davom ettiradi. Lekin ayrim toifalar, ustamalar yoki qo'shimcha imtiyozlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Muhim jihat shuki, ishlash vaqtining o'zi pensiyani to'liq bekor qilish degani emas. Lekin davlat kelajakda pensiya tizimini barqaror qilish uchun mehnat staji, badallar, pensiya yoshi, imtiyozli pensiyalar kabi masalalarni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu jarayon sekin va qonun orqali bo'ladi. 5-guruh imtiyozli to'lovlar va subsidiyalar oluvchilar. XVF tavsiyalarida odatda aynan mana shu yo'nalishga e'tibor ko'p bo'ladi. Masalan, energiya subsidiyalari. Ayrim sohalardagi imtiyozlar, hammaga bir xil berilayotgan kompensatsiyalar, iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydigan yordamlar. Chunki boy odam ham, kambag'al odam ham bir xil arzon resursdan foydalansa, davlat puli ko'proq boylarga ketib qolishi mumkin. Masalan, katta uyi bor va oyiga juda ko'p elektr yoki gaz ishlatadigan xonadon bilan kichik uyda yashaydigan kam ta'minlangan oila bir xil subsidiyadan foydalansa adolat buziladi. Shu sabab davlat ko'p iste'mol qilgan ko'proq to'lasin, muhtoj oilaga esa manzilli yordam berilsin degan modelga o'tishi mumkin. Men bu masalada aniq farqni ko'rsatmoqchiman. XVF davlatga kelib falon pensionerning pulini to'xtat deb buyruq bermaydi. XVF mamlakat iqtisodiyoti bo'yicha tahlil qiladi. Qarz barqarorligi, byudjet kamomadi, inflyatsiya, valyuta bozori, subsidiyalar va ijtimoiy xarajatlar bo'yicha tavsiyalar beradi. Agar byudjet xarajatlari daromaddan tez o'sayotgan bo'lsa, ular xarajatlarni optimallashtiring deydi. Bu ibora oddiy odamga sovuq eshitiladi. Chunki optimallashtirish amalda ayrim to'lovlarni qayta ko'rib chiqishni anglatishi mumkin. Lekin optimallashtirishning 2 xil yo'li bor. Birinchi yo'l yomon yo'l. Hammani bir xil qisqartirish, muhtoj odamni ham muhtoj bo'lmagan odamni ham bir xil jazolash. Ikkinchi yo'l to'g'ri yo'l. Boyroq qatlamga ketayotgan ortiqcha subsidiyani kamaytirish, soxta oluvchilarni chiqarish, hujjat noto'g'ri bo'lganlarni aniqlash, lekin chindan ham muhtoj oilani himoya qilish. Iqtisodiy jihatdan to'g'ri islohot aynan ikkinchi yo'l bo'lishi kerak. Shuning uchun men tomoshabinlarga bitta narsani aytaman. Xavotirlanish kerak, lekin vahma qilish kerak emas. Xavotirlanish degani hujjatlarni tekshirish, o'z huquqini bilish, muddatlarni o'tkazib
yubormaslik. Vahima degani esa hammasi tugadi, pensiya bekor bo'ldi deb mish-mish tarqatish. Bizga vahima emas, tayyorgarlik kerak. Birinchi misol. Olimin 8 yoshli onaxon har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U 35 yil ishlagan, pensiyasi qonuniy tayinlangan. Televizorda yoki internetda pensiyalar to'xtaydi degan sarlavhani ko'rib qo'rqadi. Aslida uning pensiyasi oddiy iqtisodiy tavsiya sabab to'xtab qolmaydi. U faqat bank kartasining muddati tugaganmi, pasport ma'lumotlari yangilanganmi, yash manzili va bank rekvizitlari to'g'rimi? Shularni tekshirish kerak. Ba'zan odam pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan yoki bank tizimida texnik kechikish bo'ladi. Ikkinchi misol, 3 farzandli oila bo'lar nafaqasi oladi. Otasi vaqtincha ishlamaydi. Onasi uyda, oilaning daromadi past. Ammo otaning nomida boshqa viloyatda eski yer uchastkasi yoki transport vositasi chiqib qoladi. Tizim buni mol-mulk deb baholab nafaqani rad qilishi mumkin. Bu yerda oila darhol davlat yordam bermayapti deb to'xtab qolmasligi kerak. Ular tegishli tashkilotga borib, bu mol-mulk real daromad keltirmasligini, transport yaroqsizligini, yer foydalanilmayotganini yoki boshqa huquqiy holatni hujjat bilan tushuntirish kerak. Har doim ham natija ijobiy bo'lmasligi mumkin. Lekin murojaat qilish va asos keltirish imkoniyati bor. Uchinchi misol, bir erkak rasmiy ishlamaydi, lekin kartasiga har oy 15-20 million so'm pul tushadi. U oilasi kam ta'minlangan deb nafaqa so'raydi. Rag'amlashtirilgan tizim bunday aylanmalarni ko'rsa savol beradi, bu pul nima? Qarindosh yubordimi? Biznes daromadimi? Qarzmi? Agar odam tushuntira olmasa, yordam rad etilishi mumkin. Bu holatda davlat nuqtai nazaridan mantiq bor. Chindan ham daromadi bor odam ijtimoiy yordamni egallab olmasligi kerak. Chunki byudjet puli cheksiz emas. Agar pul muhtoj bo'lmagan odamga ketsa, chindan ham muhtoj bo'lali oilaga yetmay qoladi. To'rtinchi misol, nogironligi bo'lgan fuqaro tibbiy qayta ko'rikdan o'tish muddatini unutdi. Uning to'lovi to'xtadi. U buni pensiyalarni bekor qilish boshlandi deb qabul qildi. Aslida sabab boshqa, hujjat muddati tugagan. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi va pensiya bo'limi bilan bog'lanib qayta rasmiylashtirishdir. Odamlar ko'pincha muddat va hujjat masalasini siyosiy yoki iqtisodiy qaror bilan adashtirib yuboradi. 5-misol, ishlayotgan pensioner 3 million so'm pensiya va 4 million so'm ish haqi oladi. U endi ishlasam pensiyamni kesishadi deb qo'rqadi. Hozirgi holatda bunday umumiy qoida yo'q. Lekin kelajakda davlat yuqori daromadli pensionerlar uchun ayrim ustama yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash turlarini qayta ko'rib chiqishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Pensiyaning o'zi bilan manziliy yordamni farqlash kerak. Pensiya mehnat huquqi bilan bog'liq to'lov. Moddiy yordam yoki subsidiyalar esa muhtojlik mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng katta xavf hujjatlardagi nomuvofiqlik. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Yashash manzili o'zgargan, lekin tegishli idorada qayd qilinmagan. Bolaning tug'ilganlik guvohnomasida ma'lumotlar bor, lekin elektron bazada xato yozilgan. Nikoh, ajrim, vasiylik, aliment. Ishsizlik holatlari to'g'ri aks etmagan. Bitta kichik xato ham nafaqa tayinlashda rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat oilaviy tarkib. Ijtimoiy yordamda ko'pincha bir uyda kim yashashi, kim ro'yxatda turishi, kimning daromadi hisobga olinishi muhim bo'ladi. Masalan, qaynona qaynota bilan birga yashaydigan kelin va farzandlar bor. Rasmiy ro'yxatda hamma bitta manzilda. Tizim butun xonadon daromadini hisoblab yuborishi mumkin. Natijada yosh oila alohida qiynalayotgan bo'lsa ham umumiy daromad yuqori ko'rinadi. Bunday holatda oilaviy holatni aniq ko'rsatish zarur bo'lsa, yashash tartibi bo'yicha hujjatlarni to'g'rilash kerak. Uchinchi jihat rasmiy va norasmiy daromad. Ko'p odamlar mening nomimda firma bor, lekin ishlamaydi deydi. Yoki mashina meniki, lekin ukam haydaydi deydi. Yoki kartamga pul tushadi, lekin bu mening daromadim emas deydi. Tizim esa ko'pincha shunchaki faktni ko'radi. Nomida firma bor, nomida mashina bor, kartasida aylanma bor. Shuning uchun bugungi davrda har bir odam o'z nomida nima borligini bilishi kerak. Nomiga ochilgan, lekin ishlamayotgan korxona, foydalanilmayotgan karta, eski ishonchnoma, yopilmagan yakka tartibdagi tadbirkorlik keyinchalik muammo chiqarishi mumkin. 4-jihat pensiya staji. Kelajakdagi pensionerlar uchun eng katta masala shu. Bugun yoshlar hozir pul topsam bo'ldi, rasmiy ishlamasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ertaga pensiyaga kelganda mehnat staji, rasmiy ish haqi, ijtimoiy ajratmalar juda muhim bo'ladi. Agar odam 20 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, daromad topgan bo'lsa ham,
bazada staj ko'rinmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori past chiqadi yoki ayrim shartlarni bajarish qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya mavzusi faqat bugungi pensionerlar muammosi emas. Bugungi o'ttimdik kirdim yoshda ishlayotgan odamlarning ham muammosi. 5-jat xorijda ishlayotganlar. Ko'p yurtdoshlar chet elda mehnat qiladi, pul yuboradi, lekin rasmiy ijtimoiy himoya tizimiga ulanish masalasiga e'tibor bermaydi. Agar ular kelajakda pensiya olishni o'ylasa, o'zining staji, ixtiyoriy to'lovlar, rasmiy mehnat faoliyati va hujjatlarni oldindan tartibga solish kerak. Aks holda men 25 yil ishladim degan gap hujjat bo'lmasa, pensiya hisobida to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam o'z to'lovingiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, subsidiya yoki kompensatsiyami? Har bir to'lovning qoidasi boshqacha. Pensiya bilan kam ta'minlanganlik nafaqasini aralashtirmang. Pensiya qonuniy mehnat huquqi bilan bog'liq, moddiy yordam esa daromad va ehtiyoj mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili, kadastr hujjatlari, avtomobilga oid ma'lumotlar, bularning hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar biror hujjatda xato bo'lsa, keyin to'g'rilayman demang. To'lov to'xtagandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan tartibga keltirgan yaxshi. 3-qadam muddatlarni yozib qo'ying. Nogironlik qayta ko'rigi qachon? Nafaqa muddati qachon tugaydi? Bank kartangiz qachon tugaydi? Bolaning yoshi bo'yicha nafaqa sharti qachon o'zgaradi? Agar siz har bir sanani telefonga eslatma qilib qo'ysangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Oddiy misol. Karta muddati tugasa, pul kelgan bo'lsa ham yecha olmaysiz. Odam esa to'lov to'xtadi deb o'ylaydi. 4-qadam. MyPontGobuz pensiya jamg'armasi, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki bank orqali ma'lumot oling. Men doim aytaman, mish-mishdan ko'ra rasmiy javob kuchli. Agar sizga nafaqa rad etilgan bo'lsa, rad javobining sababini yozma yoki elektron shaklda oling. Tizim o'tkazmadi degan og'zaki gap yetarli emas. Sababini bilsangiz, yechim topasiz. Daromad yuqori ko'ringanmi? Mol-mulk sababmi? Hujjat yetishmayaptimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? 5-qadam, ariza yozishni biling. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, familiya ismingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, menga bolalar nafaqasi tayinlash rad etildi. Rad et sababi sifatida o'ylam nomida transport vositasi mavjudligi ko'rsatilgan. Ushbu transport vositasi texnik nosoz foydalanilmaydi va daromad manbai emas. Holatni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunga dalil hujjatlarini ilova qiling. Ariza berganingizda ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Bu keyingi bosqichda juda kerak bo'ladi. 6-qadam. Agar pensiya miqdorida xato bor deb o'ylasangiz, staj va ish haqi hujjatlarini qayta tekshirtiring. Ba'zan eski korxona arxiv hujjatlari topilmaydi, ish davri noto'g'ri kiritilgan bo'ladi, familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz bo'ladi. Bunday holatlarda arxivdan ma'lumotnoma olish, sobiq ish joyidan tasdiq, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Bu murakkab, lekin pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 7-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, kelajak pensiyangiz haqida bugundan o'ylang. Rasmiy ish, soliq, ijtimoiy ajratma, mehnat shartnomasi, bularning hammasi ertangi pensiyangizga ta'sir qiladi. Bugun 2 million so'm ko'proq olish uchun norasmiy ishlash yoqimli ko'rinishi mumkin. Lekin oltin yoshga borganda past pensiya bilan qolish xavfi bor. Ayniqsa qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatishda, taksida, chet elda ishlayotganlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. 8-qadam. Oilangiz nomidagi mol-mulkni tekshiring. Ba'zan odamning nomida allaqachon sotilgan mashina qolib ketgan bo'ladi. Ishonchnoma bilan berilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Yoki o'pilgan deb o'ylagan tadbirkorlik faoliyati bazada ochiq turadi. Yoki qarindosh bir paytlar odam nomiga mulk rasmiylashtirgan. Ijtimoiy yordam so'raganda bularning hammasi chiqadi. Shuning uchun nomingizda nima borligini tekshiring va keraksiz noto'g'ri ma'lumotlarni qonuniy tartibda to'g'rilang. 9-qadam. Agar to'lov to'xtasa, darhol sababini aniqlang. Bankdanmi, pensiya jamg'armasidanmi, mahalladanmi, ijtimoiy himoya bo'limidanmi,
qaysi joy mas'ul ekanini biling. To'lov bir oy kechiksa, bu doim ham bekor bo'ldi degani emas. Texnik kechikish, karta muammosi, hujjat muddati qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Lekin jim o'tirmang. Har bir murojaatni yozma shaklda qiling. 10-qadam yolg'on ma'lumot bermang. Ba'zi odamlar nafaqa olish uchun daromadini yashirishga, oilaviy tarkibni noto'g'ri ko'rsatishga, mol-mulkni boshqa birov nomiga o'tkazishga urinadi. Bu vaqtincha foyda berishi mumkin, lekin keyin aniqlansa, to'lov qaytarilishi talab qilinishi, jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, qonuniy asos, aniq hujjat va halol murojaat. Kelgusi davrda ijtimoiy to'lovlar tizimida 3 ta yo'nalish kuchayishi mumkin. Birinchisi manzillilik, ya'ni yordam ko'proq muhtojlarga qaratiladi. Ikkinchisi raqamli tekshiruv. Ya'ni siz bergan ma'lumotlar boshqa bazalar bilan solishtiriladi. Uchinchisi byudjet intizomi. Ya'ni davlat samarasiz xarajatlarni kamaytirishga harakat qiladi. Bundan kim yutadi? Agar tizim adolatli ishlasa. Chindan ham kam ta'minlangan oila yutishi kerak. Chunki soxta oluvchilar chiqib ketsa, haqiqiy muhtojlarga ko'proq resurs qoladi. Kim qiynalishi mumkin? Hujjatlar tartibsiz, daromadi noaniq, nomda ortiqcha mol-mulk bor. Lekin holatini tushuntira olmaydigan odamlar. Yana bir toifa rasmiy mezonlarga sig'maydigan, lekin hayotda qiynalayotgan oilalar. Masalan, nomida uy bor, lekin qarzi ko'p. Rasmiy daromadi bor, lekin davolanish xarajati juda katta. Shunday nozik holatlarda murojaat, izoh va dalillar juda muhim. Men ekspert sifatida shuni ta'kidlayman. To'lovlarni bekor qilish degan ibora ko'pincha siyosiy yoki media sarlavha sifatida keskin ishlatiladi. Asl iqtisodiy hujjatlarda esa odatda xarajatlarni maqbullashtirish, subsidiyalarni qisqartirish, ijtimoiy yordamni manzilli qilish, fiskal barqarorlikni ta'minlash kabi iboralar bo'ladi. Bu iboralar odamga quruq eshitiladi, lekin ularning hayotga ta'siri bor. Shu sabab har bir fuqaro o'z to'lovini, huquqini va majburiyatini bilishi kerak. Demak, eng asosiy fikr shuki, pensiyalar ertaga birdaniga to'xtaydi degan vahimali gapga ishonmang. Lekin ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar, subsidiyalar va ayrim imtiyozlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi, mezonlar o'zgarishi, manzillilik oshishi mumkin. Yoshga doir qonuniy pensiya olayotgan odamlar asosan hujjatlari va bank ma'lumotlarini tartibda saqlashi kerak. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, nogironlik to'lovlar va subsidiyalar oluvchilar esa muddat daromad, mol-mulk va hujjat masalasiga juda e'tiborli bo'lishi kerak. Mening sizga eng muhim maslahatlarim: rasmiy manbadan ma'lumot oling, hujjatlaringizni tekshiring, rad javobining sababini yozma oling, muddatlarni o'tkazmang. Nomingizdagi mol-mulk va daromad holatini biling. Kerak bo'lsa, ariza bilan murojaat qiling. Mish-mish sizga pul qaytarmaydi. Lekin to'g'ri hujjat va o'z vaqtida qilingan murojaat ko'p muammoni hal qiladi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Sizning hududingizda pensiya, nafaqa yoki moddiy yordam bo'yicha kechikish, rad javobi yoki tushunarsiz holat bo'lganmi? Kommentariyada yozing. Qaysi to'lov turi bo'yicha muammo borligini ayting. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki iqtisodiy o'zgarishlar davom etadi. Men sizga ularni oddiy, aniq va amaliy tilda tushuntirib boraman.